Oddiygina misol qilib, opera san'atini ham olishimiz mumkin. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Opera birozgina murakkab yo'nalish, unda ovoz, sahna madaniyati va insonni his-tuyg'usi ham birgalikda namoyon bo'lishi kerak. Va aynan mana shu o'zbek opera san'ati ham qariyb bir asrlik tarixga ega ekan. 1939-yilda Bo'ron operasi bilan milliy opera sahnasida yangi davr boshlangan. Bugun esa aynan shu san'at yo'nalishida ham yangi avlod yetishib chiqmoqda. Mana misol uchun surxondaryolik yosh ijrochi Sadoqat Abduraimova, u opera yo'nalishi bo'yicha respublika va xalqaro tanlovlar g'olibi. Demak, lavhamiz orqali batafsil tanishamiz. Marhamat. Sadoqat Abduraimova Termiz shahridagi 15-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi. San'atkorlar oilasida tug'ilgan Sadoqat yoshligidan musiqa san'atiga qiziqishi baland edi. Uning bu qiziqishini va iqtidorini payqagan oila a'zolari farzandini musiqa maktabiga yo'naltirdi. Men 7 yoshimda operaga qiziqishim boshlangan. Yoshligimda ham o'zim bilmagan holda xuddi shu yo'nalishda xirgoyi qilib yurar edim. Mana shu qiziqishimdan kelib chiqib, dadam Bakumenko Norika Georgievna ustozimni oldiga olib kelganlar. Keyin ustoz menga juda ko'p kuylar o'rgatgan, qiyin ariyalarga o'tib boshlaganmiz. Opera bu nafaqat qo'shiq aytish, balki yuksak mahorat, kuchli ovoz, sahna madaniyati va katta mehnat talab qiladigan san'at turidir. Unda musiqa, teatr va his-tuyg'ular birlashadi. Shuning uchun ham opera san'atiga kirib kelish har bir ijodkordan katta sabr va intilishni talab etadi. Sadoqat esa ana shunday mashaqqatli yo'ldan borgan yosh iste'dodlardan biridir. Opera aytish uchun nafasni to'g'ri olish kerak, diksiyani to'g'rilash kerak. Og'izni kattaroq ochsa, ovoz ham xuddi shunchalik baland chiqadi. Tanlovlarda qatnashishimiz uchun juda ham ko'p mehnat ketgan. Agar odamning xotirasi tez yodlab oladigan bo'lsa, bu asarda tezroq ishlash mumkin. Operachi ovoz yo'llarida nima joylashgan, har bittasini bilish kerak, nafasni qanday olish kerak, og'izni qanday ochish kerak, hammasini bilish kerak. Sadoqat bugun atigi 15 yoshda, ammo u shu yoshdayoq bir nechta xalqaro va respublika tanlovlarda g'olib bo'lib, opera yo'nalishida o'zining noyob iqtidorini namoyon etib ulgurgan. Abduraimova Sadoqat, O'zbekiston. Ispaniyada bo'lgan konkurslarda, onlayn konkurslarda qatnashganman. Open Asia ko'rik tanlovida qatnashganman. Turkiyada bo'lib o'tgan konkursda onlayn qatnashganman. Bo'zatov Fest 2022, 24, 25-yillarga 3 marta qatnashganman. 24-yil qatnashganimda 2-o'rinni qo'lga kiritganman va 25-yil esa va nihoyat 1-o'rinni qo'lga kiritganman va bundan juda ham xursand bo'lgan edik. Yosh xonandaning yutuqlarida ustozining alohida xizmati bor. U Sadoqatni o'zgacha mehr va mas'uliyat bilan tayyorlab, uning ovozi, sahna harakati va ijrochilik mahorati ustida tinimsiz ish olib bormoqda. Эта девочка у меня занимается с 2019 года. Sadoqat meni qo'limga 2013-yil kelgan iste'dodli shogirdim. Otasi olib kelganda kichik qiz edi. Otasi boshida akademik ashulani ijro etishini o'zlashtirishiga ishonmagan edi. 8-9 yildan buyon u bilan birga ishlayman, chunki unda noyob qobiliyat bor. U doimiy musiqa darslariga keladi. Endi kelgan vaqtida uning qo'ng'iroqqa o'xshagan toza ovozi bor edi. Undagi qobiliyatni sezdim. U kichik bo'lsa-da, o'ziga bo'lgan ishonchi bor edi. Bu yosh iqtidor uchun juda muhim. Biz Sadoqat bilan birinchi bor ko'rik tanlovida ishtirok etgan vaqtimizdayoq ko'pchilikni e'tiboriga tushdi. Ko'plab tanlovlarda ishtirok etdi. Sovrindor bo'ldi, xorijga chiqdi. U yerda ham mutaxassislarning e'tiboriga tushdi. 2022-yil Ispaniyadagi nufuzli opera yo'nalishidagi tanlovda munosib ishtirok etdi. Men ishonch bilan ayta olamanki, noyob ovozi bor. Sadoqatdan umidlarim katta. O'ylaymanki, undan yaxshi san'atkor chiqadi. Про Садокат я сказала, что она Богом одаренный ребенок. Sadoqat Abduraimova yosh bo'lishiga qaramay ilm va san'atni birdek olib borayotgan iqtidorli o'quvchilardan biridir. Uning musiqaga bo'lgan mehri, izlanuvchanligi va oilasining qo'llab-quvvatlashi kelajakda katta yutuqlarga yo'l ochishi shubhasiz. Opera yo'nalishidagi tahsili va san'atga bo'lgan intilishi orqali Sadoqat nafaqat oilasi, balki yurtimiz san'at va madaniyati ravnaqiga ham munosib hissa qo'shadi degan umiddamiz.